Telegram, WhatsApp gruppalaridan, qaysidir blogerlarni kanalidan ish topib borasizlar-ku, 1000 ta odam kerak, 2000 ta odam kerak dedi. Yo 100 ta, 150 ta odam kerak dedi. Например, olsak, Avashnoy bazaga juda ham ko'p odamlar keladi. Borgan joyda usloviyalari boshqacha, telefonda aytgan usloviyalari boshqacha, kelgandan keyin usloviyalari вообще boshqacha bo'ladi. Xuddi shunday ishlarga kelib aldanib qolmaslik uchun nima qilish kerak? Konkretniy ishga kelib joylashish kerak. Eng zo'r, eng yaxshi ishlar meni kanalimda. Men chiqarib turgan ishlarga 1000 ta odam kerak emas, 2000 ta odam kerak emas. Всего лишь 5 ta qaysidir obyektga 5 ta odam kerak, qaysidir obyektga 4 ta odam kerak. Maksimum 10 ta odam kerak bo'ladi. Qaysidir obyektga 10 ta odam kerak. O'sha ham 1 kun yo 2 kun ichida to'lib qoladi. Harakatlaringizni qilinglar. O'sha uchun harakatlaringizni qilinglar, kelinglar ishga joylashinglar. Официальный, konkretniy ishda ishlamoqchimisizlar? Shu bu pullaringizga aldanib qolmaslik uchun ana shu ishlarga kiringlar, ishlanglar, pullaringizni как надо oylar. Чтобы aldanib qolmaslik uchun. Moskovskiy oblast, город Домодедовоda balon skladiga komplektovщик va грузчикlar kerak. Akalar opalar, videoni to oxirigacha ko'ramiz, like bosamiz, обязательно shu videoni tarqatib qo'yamiz. Bu yerga hozir danni moment 10 ta odam bo'ladi, ko'p odam emas, 10 ta odam bo'ladi. Eslaringizdan chiqarmanglar. Yo 1 kun yo 2 kun ichida betam to'lib qolishi mumkin. O'sha uchun harakatlaringizni qilinglar. Yotoqxona beradi, registratsiyaga qo'yib beradi, unaga moshin bilan olib borib keladi. Akalar opalar, bir oyda 2 marta oylik beradi, har hafta avansi bor. Oyligi glavnisi zadeshkasi yo'q absolyutno. Smenasiga 3800 rubldan ishlasangiz bo'ladi. 3800 rubl o'sha yerda yashab ishlasangiz bo'ladi. O'sha Domodedovodan qatnab ishlayman desangiz 4000 rubldan to'lanadi. 11 soat ishi og'ir emas, qiyin emas. Kelinglar ishga joylashinglar, ishlanglar. Pullaringizni как надо oylar, чтобы bir xil joylarga borib 1000 ta odam kerak deb Telegram gruppalardan ish topasizlar. Kelasizlar, aldanib qolasizlar. Juda ham ko'p odamlar menga bunaqa telefon qiladi. Biz mana shu Telegram gruppadan ish topib bordik. Bizga telefonda aytgan usloviyasi вообще boshqacha edi, yetib kelganimizdan keyin usloviyasi вообще boshqacha deb aytishadi. Juda ham ko'p odamlar murojaat qiladi. O'sha uchun mana shunday situatsiyaga tushmaslik uchun, aldanib qolmaslik uchun yana bir narsa borki, sizlarni, например, O'zbekiston, Tojikiston yo boshqa Rossiyani boshqa shahridan bilet olib beradi sizlarga. Kiralaringizni to'lab beradi. Kelganlaringizdan keyin pasportlaringizni olib qo'yadi. Pasportlaringizni olib qo'ygandan keyin hech nima qila olmaysizlar. To ishlab bermagunlaringcha hech nima qila olmaysizlar. Mana shunday odamlar ham menga telefon qiladi. Чтобы mana shunday situatsiyalarga tushmaslik uchun, qul bo'lib qolmaslik uchun konkretniy ishga kelinglar, joylashinglar. Bu yerga O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston grajdanlarini qabul qiladi. Dokument bilan ofitsialniy ishga qabul qiladi. 2 marta oylik beradi va har hafta avans beradi. Mana shunday situatsiyalarga tushgan. Например, siz YouTubedan ishga ko'rib keldingiz, bironta odamni kanalidan ko'rib keldingiz, sizga mana shunday va'dalarni berib tashlagan, telefon qilganingizda mana va'dalarni berib tashlaydi, yetib kelganingizdan keyin usloviyasi вообще boshqacha bo'ladi. Kim mana shunday situatsiyalarga tushgan? Kommentariyaga o'tib, обязательно yozib qo'yinglar. Qaysi odamni kanalidan borgansizlar? Qaysi gruppalardan borgansizlar? Обязательно kommentariyaga o'tib yozib qo'yinglar. Akalar opalar, like bilan podдержка qilamiz. 1 sekunddan vaqtlaringiz ketmaydi. Bo'lib 1 dona like bosish uchun videomiz keng tarqaladi, чтобы hamma ko'rsin, чтобы aldanib qolmasin. O'zbek, tojik, qirg'iz akalarimiz, opalarimiz чтобы kelib, har xil ishlarga kelib aldanib qolmasin. Так что like bosamiz, обязательно shu videoni tarqatib qo'yamiz. Aytib o'tganimdek, balon skladiga hozir danni moment 10 ta odamga joy bor. Harakatlaringizni qilinglar. Oyligi bezadishga har hafta avans beradi, yotoqxonasi bor. Bu Moskovskiy oblast, город Домодедовоda joylashgan. Kimki xolasa qatnab ishlasa bo'ladi, o'sha Domodedovoda bo'lsa, xolasa общежитиesiga kelib joylashib, mashina borib olib keladi. O'sha uchun harakatlaringizni qilinglar, kelinglar ishga joylashinglar. Akalar opalar, like bosamiz, shu videolarni tarqatib qo'yamiz. Like prosmotr uchun YouTube bizga pul bermaydi, просто videomiz keng tarqaladi, ko'p odamlar ko'radi va keladi ishga joylashib olishadi. Xudo xolasa, sizlar sababchi bo'lib qolasizlar shunga. Rahmat, videomizni to oxirigacha ko'rganlaring uchun. Sog' omon bo'linglar, Alloh panohida bo'linglar.